Hop, 29-masalada to'g'ri burchak burchakning to'g'ri burchagi judan tushirgan balandligi bisektrissiyasi berilgan. Uning gipotenuzasini toping. Hop, to'g'ri burchak burchakni chizib olamiz. Va uning balandligi va bisektrissiyasini o'tkazamiz. Bu 8 ga, bu 6 ga teng. Mana bu tomoni A bo'lsin, bu tomon B bo'lsin. Demak, L ning formulasi 2AB kosinus alfa taqsim 2 taqsim A plus B edi. Va balandlik A ko'paygan B taqsim S ga teng. Shu ikkitasidan foydalanamiz. Hop, bizda alfamiz 90 gradusga teng, ya'ni alfa taqsim 2 45 ga teng bo'lsa, kosinus alfa taqsim 2 imiz ilzos 2 taqsim 2 ga. Va bundan kelib chiqadi 8 barobar ilzosda 2 AB taqsim A plus B ga tenglik kelib chiqadi. Va hop, 6 imiz AB taqsim S ga teng, ya'ni 6 ta S imiz AB ga tenglik kelib chiqadi. Suratiga qo'yib yuborsak, demak 6 ilzosda 2 S taqsim A plus B barobar 8 ga kelib chiqadi. Hop, bundan 6 ilzosda 2 S taqsim 8 barobar A plus B. Ikkala tarafga kvadrat ko'taraveramiz, oldin qisqartirib. 3 4, demak 3 ni kvadrati va 2 ni ko'paytirsak 18 S kvadrat taqsim 16 barobar A kvadrat plus 2AB plus B kvadrat. A kvadrat bilan B kvadrat S kvadratga teng. Demak, S kvadratni bu yoqqa o'tadigan bo'lsak, 1 taqsim 8 S kvadrat barobar 2 ta AB, ya'ni 2 ta AB imiz 6 ta S ga, 12 ta S ga teng. 8 ni bu yoqqa ko'paytirib olsak, demak S kvadrat barobar 96 ta S ga teng. S larni qisqartirsak, S barobar 96 ga tengligi kelib chiqadi. B javob. Hop, keyingi masalada 30-integralda aniq integralni hisoblab olamiz. Buning uchun suratini 1 plus 4x qo'shilgan 2 taqsim 1 plus 4x integral 0 dan 5 gacha dx kabi yozib olamiz. Va bu 0 dan 5 gacha 1 qo'shilgan 2 taqsim 1 plus 4x dx ga teng. Va uni boshlang'ichi x qo'shilgan 2 ko'paygan 1 taqsim 4 ln 1 plus 4x ga. Ya'ni 0 dan 5 qo'ysak, k qo'shilgan ln ilzosda 21 ga teng bo'lishi kerak. 5 ni qo'yadigan bo'lsak, demak 5 qo'shilgan ln ilzosda 21 barobar 5 qo'shilgan ln ilzosda 21. ln ilzosda 21 lar qisqardi, demak k imiz 5 ga tenglik kelib chiqdi. D javob. Hop, keyingi masalada kvadrat funksiya uchun y hosili 1 0 ga va y2 va y2 hosilaning ayirmasi 1 ga teng bo'lsa, va shu tengliklardan funksiya nollarning yig'indisini toping deyapti. Hop, hosil olsak 2 ta a x qo'shilgan b teng 0 bo'lishiga qachonki x o'rniga 1 qo'ysak, ya'ni 2a qo'shilgan b imiz 0 ga teng. 2 ni qo'yib va hosilani o'rniga 2 ni qo'yib ayirganimizda 1 chiqishi kerak, ya'ni 4 ta a minus plus 2 ta b va qo'shilgan c ayrilgan, hosilaga endi qo'ysak 4 ta a qo'shilgan b imiz barobar 1 ga teng. To'rali qisqarib ketsa, demak b qo'shilgan c imiz 1 ga tenglik kelib chiqadi va uni boshlang'ichi a taqsim 3x kub qo'shilgan b taqsim 2x kvadrat qo'shilgan cx 0 va 1 da 1 qo'ysak 1 taqsim 3 a taqsim 3 plus b taqsim 2 qo'shilgan c imiz 4 ga tenglik kelib chiqadi. Maxraj berib yuborsak 3 bilan 2 ga 2 ta a qo'shilgan 3 ta b qo'shilgan 6 ta c barobar 24 tenglikka ega bo'lamiz. Bu tenglik, mana bu tenglik va mana bu tenglikka ega bo'ldik. Bularning har bittasini c'ni ham a ni ham b orqali ifodalab olsak, a teng minusdan b taqsim 2 ga. Hop, c teng 1 minus b ga teng. Buni olib borib qo'yamiz.
Hop, 2 kara 2 minus b'ga teng va minus b qo'shilgan 3 kara b plus 6 kara 1 minus b barobar 24 ga. Qavslarni ochib soddalashtiradigan bo'lsak, minusdan 4 ta b'miz 18 ga, undan b teng minusdan 9 taqsim 2 ga tengligi kelib chiqadi. Hop. Ana endi a ni topadigan bo'lsak, a'miz minusdan plusdan 9 taqsim 4. Hop, c'miz 11 taqsim 2 ga tengligi kelib chiqadi. Demak, funksiyani ko'rinishi 9 taqsim 4 x kvadrat minus 9 taqsim 2 x qo'shilgan 11 taqsim 2. Hop, mahraj berib tashlab yuborsak, demak 9x kvadrat minusdan 18x qo'shilgan 22 teng 0 bo'lishi kerak. Ya'ni funksiyani noldan topish uchun y ga 0 ga tenglash kerak edi. Degan topadigan bo'lsak, 18 ni kvadrati minus 4, 9 va 22 bu 0 dan kichkinaligi aniq. Demak, bo'sh to'plam. Funksiya demak ox o'qini kesib o'tmaydi. Ox ni yuqori qismida joylashadi. Funksiyaning nollarning yig'indisi demak bo'sh to'plam. Hop, 32-savolda minus ildiz 5x plus 4 ni tengligi tomoniga olib o'tsak, 2 qo'shilgan ildiz 8 plus x katta yoki teng 5x plus 4 ga. Ya'ni kvadrat ko'tarsak 4 qo'shilgan 4 ildiz 8 plus x qo'shilgan 8 plus x barobar 5x qo'shilgan 20 ga teng. Ana endi hop, hammasini bir tarafga olib o'tsak, ildizli ifodani o'zi qoldi. 8 plus x barobar 12 qo'shilgan 4x. 4 ga bo'lib olsak, 12 minusda o'tar ekan, demak bu yerda 8 bo'lishi kerak. Demak 8 qo'shilgan 4x. Endi 4 ga bo'lib olsak, ildiz 8 plus x hop, katta yoki teng edi. Katta yoki teng 2 plus x. Endi kvadrat ko'tarib oladigan bo'lsak, 8 plus x katta yoki teng 4 qo'shilgan 4x qo'shilgan x kvadrat. Bir tarafga bo'lsa x kvadrat qo'shilgan 3x minus 4 kichik yoki teng 0. Demak, ildizlari minus 4 va 1. Minus 4 dan 1 gacha va 8 plus x'imiz katta yoki teng 0 bo'lishi kerak. X plus 4'imiz ham katta yoki teng bo'lishi aniqlansa sohalar. Demak, x katta yoki teng minus 8 dan x katta yoki teng minus 4 dan ikkalasi ham qanoatlantiradi. Minus 4 va 1 orasidagi sonlarning yig'indisi minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, 0 va 1. Yig'indisi minusdan 9 ga teng. 33-masalada trapetsiyani o'tkir burchagi 30-45 ga kichik yon tomoni shunga teng bo'lsa va asosi shu, trapetsiyani yuzini toping. Trapetsiya chizib olamiz. Hop, demak bu burchak 30 ga, bu burchak 45 ga teng deb olsak, balandlik tushiramiz. Hop, bilamizki kichik yon tomoni 8/2 ga teng. Demak, 8/2 bo'lsa, Fibogor teoremasdan bu yer 8 ga, bu yer ham 8 ga tengligi. Bu yer 4 ga, bu yer 8 ga, bu yer 16 va bu yer 8/3 ga tengligi kelib chiqadi va bu yer 4 ga. Trapetsiyaning yuzi barobar 4 qo'shilgan 8 plus 8/3 taqsim 2 ko'paygan 8 barobar. Demak, 16 qo'shilgan 8/3 ni ko'paytiramiz 4 ga. 64 qo'shilgan 32/3 ga teng. Ya'ni B javobga to'g'ri keladi. Hop, aylananing 3/3 ga teng vatari 120 graduslik yoyni tortib turadi. Ya'ni mana bu yerdan hop 3/3 ga teng vatar o'tkazamiz. 3/3 ga teng va u 120 graduslik yoyni tortib turadi. Ya'ni mana bu yer markaziy burchak 120 ga teng. Bu yer ham radius, bu yer ham radius. Hop, kosinus teoremasidan ma'lumki, r kvadrat minus 2r ko'paygan kosinus 120 barobar 3/3 ning kvadratiga teng.
Demak, 3ta radiusni kvadrati barobar 27 ga bundan radius barobar 3 ga tengligi kelib chiqadi. Aynaning radiusi 3 ga teng. 35-savolda demak, parallelogram berilgan. A, B, C, D, E, F deb belgilab olsak, uchburchak A, B, C aynan teng uchburchak A, C, D ga, chunki parallelogramning diagonali uni teng uchburchaklarga ajratadi. Ya'ni bu tomon bilan bu tomon teng, bu yer bilan bu yer ham teng. Mana burchaklar o'zaro teng. Bundan kelib chiqadi BA'miz FD ga aynan teng bo'ladi, ya'ni 6 ga teng. Va bundan ko'rinib turibdiki, FC'miz AA ga teng, u ham 4 ga teng, bu yer ham 4 ga teng. Demak, uchburchak ABC'ning yuzidan ikkitasi parallelogram yuziga teng bo'ladi, ya'ni 2 ko'paygan 1 taqsim 2 ko'paygan 6 ko'paygan 4, 2 va 4 ning yig'indisi. 2 qisqarib ketdi, 6 kere 10 60 ga teng.